Joylarda 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan tadbirlar, ma'naviy ma'rifiy kechalar bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. Boysun tumanidagi 38-umumta'lim maktabida ham 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan bayram tadbiri o'tkazildi. Unda ta'lim sohasida faoliyat yuritayotgan faxriylar, o'qituvchi va murabbiylar va o'quvchilar ishtirok etishdi. Tadbirda so'z olganlar ustozlarni bayram bilan samimiy qutlab, mamlakatimiz ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan ishlar xususida alohida to'xtaldi. Bayram vaqtida o'qituvchilar paxta dalalarida bo'lar edi-da. Aynan prezidentimiz tashabbusi bilan imkoniyat yaratib berildiki, o'qituvchi har tomonlama himoyalanib, faqat ta'lim bilan shug'ullanishga, bilim bilan shug'ullanishga e'tibor qaratildi. Bundan biz o'qituvchilar juda xursandmiz. O'qituvchilarga imtiyozlar juda ko'plab berilyapti. Mana ustamalar joriy qilinyapti, sertifikatlar joriy qilinyapti. Bularga ega bo'lgan ustozlarimiz $2,500 oylik olayotganligini guvohi bo'lib turibmiz-da. O'qituvchilar o'z ustida qanchalik ko'p ishlasa, ish haqi ham ko'payadi, yashashi farovonligi ham oshadi. Buning uchun biz prezidentimizdan minnatdor bo'lishimiz kerak. Tadbirning badiiy qismida maktabning iqtidorli o'quvchilari tomonidan Alpomish dostonidan sahna ko'rinishi namoyish etildi. Sochlari 40 kokil bahorning qizisan, oy barchinim. Kel, to'y qilamiz ko'klam quchog'ida. Ustozlarni ulug'lovchi she'rlar aytildi, kuy-qo'shiqlar, raqslar ijro etildi. Shuningdek, yosh baxshilar va maktabdagi sport to'garagi a'zolari tayyorlagan turli ko'rgazmali chiqishlari yig'ilganlarda katta taassurot qoldirdi. Bugun maktabimizda o'qituvchilar hamda murabbiylar kuniga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Bunda iqtidorli o'quvchilar o'z iste'dodini namoyon etdi va bunda men ham faol ishtirok etdim. Ilk marotaba maktabga qadam qo'yganimda men na yozishni, na o'qishni bilardim. Hozirgi kunga kelib har xil yutuqlarga erishmoqdamiz. Buning negizida albatta ustozlarning mehnati yotadi. Tadbir yakunida bir guruh faol o'quvchi va o'qituvchilarga tashakkurnomalar topshirildi. Bu kabi bayram tadbirlari viloyatning barcha tuman va shaharlarida o'tkazilib, o'qituvchi va murabbiylarga hurmat, ehtirom ko'rsatilmoqda. Xalqimizning eng qadimiy ohanglarida abadiy go'zallik va ko'rkamlik bor. Ko'hna navolar, ularda momolarimiz va bobolarimizning ko'ngil ovozlarini eshitganday bo'lasiz. Bu qo'shiqlar ko'nglingizning tub-tubida bekinib yotgan so'lim tuyg'ularingizni uyg'otadi. Oybarchinning yurak tovushin, Alpomishning qalb sadolarin, tarixlarning olis ovozini tinglang. Oybarchinim, Keldingmi bey bobomning uli? keldim, bushim. Shamol bo'lib keldim. Bobome rost tog'larimga yelka tutay deb keldim, oybarchim. Ko'klam bo'lgan qirlarimni quchay deb keldim, oybarchinim. Oftob bo'lib kelding, bey bobomning uli. Jonimga soya solgan bulutlarni yanchib kelding, bey bobomning uli. Muz eridimi kipriklaringda? Yo marvarid yoshlaringmi bu? Oybarchinim, qadding tut. Sen tog'lar yurtining malikasisan. Tuproqning yuragi iliganida mening ko'nglim to'lg'anmasinmi bey bobomning uli? Sochlari 40 kokil bahorning qizisan, oybarchinim. Kel, to'y qilamiz ko'klam quchog'ida. Elning xonadoni gul isiga to'lsin. Shamol bo'lib keldim, bushim. Huzuringga 40 kokil yozib chiqdim, bey bobomning uli. Avlodlardan avlodlarga o'tib kelayotgan go'zal urf-odatlar va ezgu an'analarda esa yurtning betakror qiyofasi bor. Bu qadimiy navolarda siz bilan biz bor, o'tmish va kelajak bor, el bor, vatan bor. Oy birida yoring bo'lsin, Alpomishday noring bo'lsin.
chinoyday yoring bo'lsin. Hoyyari farzandlari kamali bor ulug' yo'lga bel boylagan. Yurtim shunday jamali bor, ko'rkim ko'ksiga joylagan. Vatanimga tilak aytay do'mbiramning tori bilan. Asraymizda yurtimizni, elimizni ori bilan. Hoyyari olis yo'liga ketayotgan karvonimning sarvoni bor. Farzandlarga ishonch bergan shunday go'zal davroning bor. Hoyyari